Toshkentdan qaytayotgandim. Svetofor oldida quti ko'tarib pul yig'ayotgan ona bolaga ko'zim tushdi. Bechora bolakay har bir o'tayotgan mashinani oldiga yugurib ehson so'rardi. Bu manzara ko'nglimni yaraladi. Ularni oldiga bordim va so'radim. Nima qilib turibsiz? Yig'ilyaptimi, xudo xolasa? Qancha yig'ildi, qancha yetmayapti? 6000 dollar. Kim bular? Rasmdagi kim? Dadam. Siz dadangiz. Nima bo'ldi dadangizga? Xo'jayinim 6 yildan beri jigar sirroz bilan og'riydi. Mana shu yo'llarga chiqib, svetoforlarga chiqib operatsiyasi uchun pul yig'yapmiz. Xudo xolasa oz qoldi. Operatsiyaga jo'natish arafasida turibmiz. Otasi bemorligi uchun dardi ichiga sig'magan bolacha yig'lab yubordi. Alloh hech kimni kasallik bilan sinamasin. Videoga like bosing, istoriya qiling, komment yozing, unta insonlarga yuboring. Shunda ham katta yordam qilgan bo'lasiz. Ular bilan birga uylariga bordik. Aka, men dadamning holati kundan kunga og'irlashib boryapti. Masjidlarga chiqdim, svetoforlarga chiqdim. Qo'limni kelmayapti. Jiddiy yordam berganlar dadam sog'ayib ketardi. Mana birinchi videomizda 61 million so'm mablag' yig'ilibdi. Ularni operatsiyaga jo'natishimiz uchun yana 6000 dollar mablag' yetmayapti ekan. Sizlar bilan birgalikda mana 3 ta bemorimizga mablag'ni yig'dik. Ularga 6000 dollar yetmayapti. Keling, shularnikini ham shu bir haftaning ichida yetmayotgan summani yig'aylik-da, ular bilan birga ketsin, operatsiya bo'lib kelishsin.